3. bab. Kelgüsü üçün 1. bölüm. Her iğirçiliklarga berdaşlık bereleydigan odamlar hamon xoşalligini kelgüsiga beg'ishlaganlar. Ular kelgüsida hamma yaxshi bo'lib ketadi deydi-da, mursidan tog'dek iğirchilik besib tursimi, o'zini yenik va chabdas his qiladi. Buning sababi oddiy. Kelgüsi gerçi osmondagi yulduz, qo'l yetmaydigan shoxdagi meva bo'lsa-mu, shirin va go'zal. Chunki u g'oya, orzu. Orzu insonni umidlantirguchi kuch. Shuning uchun sen uningga oldiraysan, jon pido qilsan. Shundaq kelgusi uchun men kamirimni ichin bog'lab, qattiq o'rindiqda mag'dursiz oyoqlarimni almashtirib 8-9 soatlab o'tiralayman. Mana go'zallay ketganiga hikoya bo'ldi. U menga yolg'izlik, ochliq, kambag'alchilikni qoldirib qo'yib, janubiy o'lkalarga o'yin qo'yg'ili ketdi. Lekin men zarlanmayman. Yanala havas va g'ayrat bilan o'g'inaman, ishlayman. Biz Beijingdan Lanzhouga kelgandan keyin uningga yelindim. To'y qilayli. Topgan pulimizni qimmatbaho pechini bilan shifanga xajlab etib, ikkimiz ikki yotoqda kun kechirgicha bir uyda turayli. Kim to'sqinlik qilyotdi bizga? Iza nomus, dedi u yerga qarab pichirlab. To'y hayotimizda birlik etim bo'ladi-ku. 2 karvat, 1 sanduq, 2 chamadan, 1 egizlik yotoq, qolgan yog'och saymonlar hukumatning. Shumi uy bo'ldimi? Dedim-ku, Şinjandan 2 parcha gilam oldirayli. Men dadamga xat yozib, to'yning osh suyiga amal qilg'izay. Boshqalar to'y degan mana shundoq bo'lsa deb qolsin. Nimaga oldiraysiz? To'y qilmasaqmi biz kunda billig'u? U erkilab mening qo'ynimga kirdi. Oktabrning oxirgi kunlari bo'lg'achqa u muzilgan edi. Men uning povayka ichidagi nozik gavdasini mahkam quchoqladim. Cho'ng to'yni Shinjang berib qilayli. Ma'qul-da? Oddiyroq bo'lsa-mu to'y qilayli. Gapimni anglang-a? A'la. Siz 3-400 so'm pul joylang. Qolgan kam ko'tisini dadam joylab keladi. Hech bo'lmaganda 20 kilo go'sht selib 200 odam chaqirmasak qandoq bo'ladi? Ikkimizga bir qo'rdan yangi kiyim tiktiramiz. Gong Yujin sanoat buyumlari setib olish bileti. Yig'ishga to'g'ri keldi. Buningsiz qandoq sarchi setib olg'ili bo'ladi? Hozir ko'ryapsiz. 4-5 tal mo'mi uchun odamlar yarim kun uchrati turadi. Bir qacha suyqash olsangiz, orala 2 tal cho'p chiqadi. Eshib ketgan, yodab ketgan odamlarni ko'rdingiz-ku? Uydagilarga ig'irchilik solmasak bo'larmikin? Siz ma'qul deng-a? Dedi u barmoqlari bilan engaklarimni asta chimdib qo'yib. Dadamga xat yozaman. Sizning ota-onangiz bo'lmagandan mening ota-onam har ikkimizning ota-onasi. To'yimizni chiroyli qilib qo'ydi. Uning o't yenib turgan chiroyli ko'zlarining talmirishiga bardoshlik beralaydim-mi? Oxir ma'qul dedim. Lekin meningda pul qolmagan. Tejab yurib yiqqan 500 necha so'm pulimning 400 necha so'mi Gizalayning qarzi uchun raqibga to'langan edi. Raqibim hozir siz bilan yaxshi-ku, dedi xeyli jimliqdan keyin Gizalay meni qo'ltiqlab ketib. 500 so'm qarz so'rayli. Asta o'zib o'tamizmi? Yo'q, jinim, uni bu ishga aralashtirmayli. Kashkuzning ochiq shamili majnuntollarning yalang'och shoxlarini chirqirtib o'tib, mening sochlarimni uchirdim. Yo'g'on ejhodek so'zilib yotgan Longvishan teg'ining g'uva chiroq yo'rg'an g'olidan balining qog'ishliq bilan yig'ilgan ovoz keldi. Birdamdan keyin biz temir yo'lga yaqinlashganda palampaydan bir mas odamning uzuk naqsi anglandi. Etimni baxtiyor qo'ysa, Xudo bermabdi baxtimni, Xudo berganda baxtimni, olurman sen go'zalayni. Olurman toju taxtimni degan misrani olurman sen go'zal ayni qilib o'zgartib olgan bu qaysi baxtsiz ekan? Mening uni bilgim keldi-da, tamning daldisi bilan palampaga yaqinlashdim. Biri beshini chatirqiga sangiltib elib, birida naqsh aytdi. Birida meni besham tillar bilan tillaydi. Birida go'zalayni tilni chaynab erkiltatdi. Men qo'rqyapman, dedi qiz asta qo'limdan tortib pichirlab. Bu heliqi Hamid. Rost shu Hamid edi. Hozir u raqibning do'sti. Biz to'y qilsak, mushu allurmanlar biroqla tugaydi, dedim men qizning ko'zlariga qarab.
Немішқа meni qiynaysiz? Qizning birdilla qapiq turildi. U yig'lashqa arala turadi. Qildan qiyiq kassila ko'z yoshi uzun kirpiklari ostidan simabdek to'kiladi. Men qiynalmabdimanmi? Dedi u xeyli jimliqdan keyin. Yolg'iz yotoqda yetish menga rohat demsiz? Kech kunduz yeningiz yod bo'lsam, uxlasammi tiniqingiz yuzimga tegib tursa deb orzu qilaman. Biroq chalimiz ko'p. Boshqalarning so'z cho'chaq qilishini xohlamsiz? Holini ot ko'tarolmaydi, qilgan to'yini, tutgan uyini qarmamdigan desa, o'lgunim shu emasmi? Bir necha oy chidasangiz bo'lmamdi? Siz irodalik yigit-ku. Ma'qul jinim, men ko'z yoshingizni buningdan keyin ko'may deganingiz bo'lsin. Men va'da qildim. Hamma ishda uning royiga baqdim. U bir kuni o'ngib tatirib kirib keldi-da, ko'z yoshini mo'ldirlatib turib, janubiy o'lkalarga o'yin qo'yg'ili mang'udakmiz. Hangzhou, Shanxay, Nanjing, Wuhanga, ondan Sichuan, Guizhou, Yunnanga borg'udakmiz. 6 oy ashu yaqinlarda o'yin qo'ydikidakmiz dedi. 6 oy. Men beshimga bir qapoq suv quyilgandek andikdim. Kelar yeri 4-oyda qayda dekansizlar? Ha, u o'zini karvatga tashladi. Undaq bo'lsa, siz men ishdan burun to'y qilib etayli, dedim qizga ilgari bergan va'damdan yenib. U yostiqni quchoqlab dim yotdi-da, azob bilan pichirladi. Nemishqa oldiraydigandu? Qini u to'y tayyorligi. Qolganini siz kelgandan keyin qilib olarmiz. Men uning beshini siladim. Uning yelkalari midirladi. U yig'lamoqda edi. Men uni bezlab ko'zlariga so'ydim-da, "Ma'qul, sizni 6 oy kutayamsa" dedim. U to'yliqni bitirib kelaman deb pul talab qilib edi, 400 so'm joylab berdim. Shuning bilan ishchilar uyushmasiga 200 so'm qarzda bo'ldim. Bari yo'qi 58 so'm maosh olaman. Har oyda 30 so'm qarzga tutildi. Uy, tok, gazet jurnal pullardan set qo'limga 23 so'm tegdi. Tamoq nachar, go'sht yog' yo'q. Bozordan qo'shimcha qilay desam, qimmat baholiq oshxonalarda bir taqsisay 10 so'm. Tatliq yemeklik oshxonalarida bo'lsa, bir jing pechena, bir qacha shifan bilan 4 so'm. Bunaqa nada pul? Qo'limga tekkan 23 so'm puldan 15 so'mga tamoq bilet olman. Qolgan 7 so'mga bir oylik xarajat. Kamirimni chingitmay, putlarim titirmay, qanday qilay endi? Lekin men odamlar orasida bo'lg'ashqa yanada xushallik safar taqat topalayman. Ba'zida o'ngchul juhi xatolikni o'tkazdi deb ishdan to'xtalgan majurunning uyiga kiraman-da, Oqvash onasining suyuq salang va quruq bo'lsa-mu, tamlik tetadigan ishini ichib, majurun bilan uzoqcha mungdishman. Mangu mayli deydi majurun hasrat bilan. Chaqiriq bilan o'qishni tashlab kelgandan beri pepan qilindim. Shu-shujining otamani degan nomga ega bo'ldim. Endi seni nimaga chaqirtib oldi? Seni oq mutaxassislashish yo'liga mang'uzganman. Lekin bu javobgarlikni shu-shuji o'z ustiga oldi-ku. Tuniga uni 18-darajadan yuqori kadrlar cho'ng yig'inda pepan qildi. Yangi kelgan shu-shuji pepanga chiqdi. Osonlik millat aktivlaridan bizning raqib so'zladi. Raqibmi so'zga chiqdi-dan texi. Ha, bu yil uning maoshi bir daraja o'sdi. O'zi til adabiyot fakultetining jurini, partiya bosh yacheykining muavin shujisi bo'ldi. Bosh yacheykining shujisi men edim, lekin men endi o'lik yo'lbos, huquq yurgizdig'ini ashu raqib. Men shu-shuji bilan majurining nima xatolik o'tkazganligini bilolmaydim. Uni so'rashni xohlamaydim. O'zimning bo'lsa xato holda tarbiyalangan maysa ekanligimni, shu sababdan o'qishdan qaytarilganligimni Lanjuga qaytib kelib, bir oydan keyin bildim. Biroq men yanala shu koni kitoblarni o'qishni Beijingda boshlagan tadqiqotimni davomlashtiraverdim. Hech kimning mening bilan ishi bo'lmadi. Ba'zida kafedra yoki institut bo'yicha o'tkazilgan pepan yig'inlarga qatnashishni uqtirib fakultet kotibi, ba'zi yoshlar ittifoq yochika shujisi kiratdi. Lekin men ko'pincha yig'inlarga chiqmaydim. Ba'zilarga chiqsam-mu, asla ko'rni qo'yib qaytib chiqatdim. Kitob, karta, qo'l yozmalarim xuddi go'zal aydak meningdan neri bo'lmaydi. Shunda qilib 2 oydan beri kitob karta bilan to'lgan ustilimda qiqilgan qo'ziqdek tik o'ltirib, kunlarni ko'ngillik emgak bilan o'tkazyapman. Ikkala narsa meni qiynaydi.
Biri güzelayni seg'inish, yana biri ochliq, mag'dursizlik. Seg'inishni qizning aynak e'langan rasmiga qarash bilan bosaman, lekin qo'rsoq ichishni besishga amal yo'q. Quruq qaynoq suvni to'xtamay ichaman. Ba'zi kechalari qo'rsqim shunchalik ochudiki, kamarni chingitish, qaynoq suv ichish bilan uni yengolmayman. Faqat tatli xiyollar. Yana 3 oydan keyin Güzelay keladi. Uning bilan to'y qilaman degan shirin orzular menga tamoq va quvvat bo'lalaydi. Men shu orzuni tamshib yetib uxlab qolaman. Yanvar tuniga yaqin yupqa qor Longyeshan teg'ining cho'qqalarini besib yotadi. Izg'irin shamol jondan o'tadi. Men yigidek bir nima tepib kelish uchun atdigandala ko'chaga chiqdim. Yenimda qolgani boyo'qi 2 so'm. Bozorga mag'dursiz oyoqlarim bilan oldirib ketib borman. Putimdagi paxtliq xay, to'qilma yoqliq ko'k chapan meni izg'irin shamolning ochiq nashtiridan saqlay oladimi? Men titradim. Ichimdan bo'ron chiqayotgandek bilindi. Shu topda ochiq chuchuk cho'chora yoki o'xshagan lag'man bo'lsa, deb o'yladim. Mening kitoblardagi yangiliklar, tarixiy ma'lumotlar bilan to'lib ketadigan miyamga birinchi qitim hayotdan lazzat olishning eng oddiy usuli g'izalanish orzusi kirib olgan edi. Ahvol mushundaq bo'lsa, o'rganish planim bekor bo'lgan o'xshaydi. Men qachonmi yo'l mengib etib, tamoq to'g'riliq xiyol qilgan. Mana bugun ne kelgusi, ne güzel ay to'g'riliq emas, lag'man polo to'g'risida o'ylayapman. Mening ruhimda o'zgarish bo'layotamdi yoki hayotning qonuniyati mushundaqmi? A'la atdiganda nega? Danjov shu oldimda paydo bo'ldi. Uning qopoqlari ishib ketgan, shalong saqli uzundan beri qirilmagan edi. Sizmi donliqli chiqibsiz-da, tunji qitimmi? Biz bütün kafedra bo'yicha kitoblarni yig'ishtirishli bir oydan ochdi. Izlanish, o'rganish, tadqiqot deganlarni taxtavishga ilib qo'ydik. Sizga qoyil biz. Siz texchala izlanyapsiz. Kelgusi uchun kurash qilyapsiz. Uyg'ur adabiyoti tarixiy tezislarini ko'rib chiqdim. Yaxshi tayyorlabsiz. Paylangan materiallaringiz mo'l ekan. Sharoit yaxshi bo'lgan bo'lsa, yezishga kirsangiz bo'lardi. Yezishni boshlatdim, dedim titrab turib. Hozir O'g'iznoma bilan oltin yoriq ostida maxsus maqola yozyapman. Hozirmi? Danjov shu hayron bo'lib so'rdi. Osh qolganingizni unutib turib, Ochliqimni mana hozir his qilyapman. Yuring, yuqori baholiq oshxona ichilibdi deydim. Men sizni mehmon qilay. Bir qitim to'yib olayli. Lektordan yuqori ziyonlarga alayda ta'minlanish kinishkisi taqatdi. Lekin berdig'ini yerim jing yog', bir jing go'sht, bir jing shakar, bir dujna paprus, bir budulka aroq. Buning bilan alayda ta'minlangili bo'lmaydi. Har holda sizlardan yaxshi. Qarang, titravyapsiz. Ko'rdingizmi avu 2 balini yerim vuvutu. Qo'noq momsi uchun bo'g'ishyotdi. Odamning qimmati qolmadi. A'la. Uning mavu qishda so'lashgan yo'pirmoqlarning hech farqi yo'q. Lekin men ishniman 2-3 yil g'ayrat qilsak yaxshilanib ketadi. Shu chaqda 3 kufqisini agashtirgan 10, 15, 16 yoshlardagi bir qiz men qo'lni so'zdi. Bolalarning ustivishi to'pa, yuz ko'zi qasmoq, kiyim kechigi jul-jul edi. Ular qapqara ko'zlarini mo'ldirlatib qarshib turishadi. Danjov shu ularga pul berdi. Men heliq 2 so'm pulimni qo'lim qoldimda qizning olqiniga qo'ydim. Fuqularingga yaxshi qara, qizchaq. 2-3 oy g'ayrat qilsanglar yaxshi bo'lib ketadi. Umidvor bo'linglar. Hamon kelgusi bugunga qaraganda yaxshi bo'ldi dedim. Kassa to'tlar bilan bizga tamoq tegdi. Danjov shuning sexiliqi tutgan ekan. Bir o'ltirishganda 100 so'm xashlatdi. Biz obdan sey, shifin harqi bilan rosa qizarganda yenimizda bir tilla raqib paydo bo'ldi. Uning yinda Hamid bor edi. U Danjov shuning salimga so'g'liqla boshlanishda mening qulqimga pichirladi. Mavu tulum chashqanni yo'lga selvat, ayrim o'ltirmiz. Men seni izlab yotganga bordim. Uning Danjov shuni haqorat qilishi menga yoqmadi. Raqib qalaydim. Shu chaqda Sazgur Javshumu o'rnidan turdi. Mana jo'z bekor bo'ldi. Rishuji, qani o'ltiringlar. Danjov shu billa o'ltirayli dedi raqib yasalmalik bilan. U oldirmay paltosini yashdi. Maylishib qizirib turadigan yuzini surtdi-da kutkuchiga vaqirdi. Hey, Shavon, mavu paltoni bir yerga osqina,
jo'zag'ini tezroq surt. U Danjavshuning quloqiga pichirladi. Danjavshu beshini irg'itdi va mangib kulimsirdi. Men uni sirtqa uzatib chiqqanda, "Sizlar o'ltiringlar, men qaytay. Rishujining sizga gapi bor o'xshaydi. Mas bo'lib olib aytadigan gap o'xshaydi. Yo'q, siz birga ketamiz desangiz xafa bo'laman", dedi u meni oshxonaga yana kitirib. Ular yemakda, ishmakda. Men o'z xiyolim bilan ularning gaplari quloqimga zodla kirmaydi. Raqib birda salmoqliq bilan, birda qaynab so'zlamoqda. Men uning ovozini anglayman, lekin gaplarini tushunmayman. Kuchlik haroq ojiz badanini tezlik haddan chiqardimi yoki xafaliq, xo'rsinish mas qilib qo'ydimi, ish qilib men ularning nimani deganini uqolmay o'ltirman. Rostini aytsam, o'qishni xohlamayman. Sababi men raqibdan nafratlanaman. Gerçi u menga chiroyli so'z, yaxshi va'dalarni jiqli qilgan bo'lsa-mu, uningga dushmanlik bilan qarayman. U mening muhabbatimni pul bilan xarob qilishga uringan razil odam. Uning chiroyli gaplarining keynida nimalar borligini kim bilibdi? "Nimishqa yemaysan, hey avoq", dedi raqib go'shlik olqinni mening quruq ustixon bo'lib qolgan qo'limning ustiga qo'yib turib. "Ye, ich, 3 kunlikni biraqli yavol", deyman. "Ye, puling yo'q, ye, sana xalt kelmaydi. Har kuni mening yotqimga kelib bir vaqt tomoq yegin. Surgo'sh, qiysa, seriqmay, shikar, g'uljining to'g'ashlari to'lib turadi. Tunigun Güzellarga 20 kilo yemaklik 200 yuan pul selvatdim. Sen meningdan o'zingni qochirganing bilan men seni yaxshi ko'rman. Güzellarga yaxshi niyat bilan avatgan pullarimni xato tushunding. Bilamsan, qiz bola pulni jon deb biladi. Pulsiz yurishni yalang'och yurgandek nomusliq biladi. Bilgansan, pul jonning aksi. Qara, sen qandoq, men qandoq." Men uningga olaydim va g'azabimni bosolmasdan qattiq gap qildim. "Men qandoq ekan? Sen qandoq ekansan? Pul seni razil qilyapti. Godaylik meni yo'ldan ozdirgani yo'q." Ha, qo'ya u ko'ni gaplaringni", dedi u muramga qo'lni qo'yib. "Sen xafa bo'lma, men iqror, sen ulug', sen bizning faxrimiz. Shuning uchun men sening haqoratlaringga pisand qilmayman. Navoda boshqa bir shuji razil degan bo'lsa, gap boshqacha bo'ladi. Lekin meni nima desangmi xafa bo'lmayman. O'ng kachitimga ursang, so'l kachitimni tutib beraman. Barg'ina Hamid, bularning to'xu sho'rpisi nemishqa texich kelmaydi?" Hamid o'rnidan turgandan keyin raqib mening bo'ynimga kira selib, quloqimga pichirladi. "Bilamsan avoq, sening to'yingni qilish uchun tayyorlik qilyapman. Sen xohlasangmi, xohlamasangmi sana 1000 so'm xajlayman. Mendan boshqa nimang bor sening? Majurin, shu-shuji deganlaring og'zida voy degani bilan sana bir tiyin yordam qila olamdi? Mana men sening egang. Men seni mushu haqning oldida yerga qaratmayman. Angladim, qarz bo'psan. Oshdan osh yuraytibsan. Heyliq menga bergan 400 necha so'm pulingni bugun ol. Seni oldimga keladi, yordam, maslahat so'raydi deb kutdim. Lekin bo'yning qattiq ovoqchimisan. Oxiri yana men sening oyog'ingga yiqildim. Yerim kechida tomoqlarim qurib usab uyg'ondim. Beshimdala turadigan ustal chirog'ining knopkasiga qo'l suzdim. Lekin beshimda chiroq tomoq ustalmi yo'q edi. Santurlib o'rnimdan turdim va beshim qayib yiqildim. Chiroq yondi. Yenimda maykichan raqib paydo bo'ldi. "Tirildikmi avoq? Icha, mana muzdek choy, bilamsan? Biz seni oshxonadan mashina kir qilib yotoqqa keldik. Boshqalar ko'rib qolmasin deb odam oyga besilgandan keyin keldik. Biroq qo'zichiliklar eg'irkansan-ku, kichik balni ko'targanda ko'tarib 3-qavatga chiqdim. Men endi seni yotqimga ko'chirib akilib olman. Bo'lmasa ashu g'iribxonada ochdan o'ldigan o'xshaysan." Men untinsiz sovuq choy ichdim. Meni bir xil xo'rsinish, bir xil yoshirin azob qiynmoqda edi. Raqibning shafqati menga haqorat va kamsitish bo'lib tuyulmoqda. Men ana shu shafqatdan qutulishni, hozirla bu yumshoq sim karvatdan tushib, o'zimning yotoqqa ketishni xohlaydim. Biroq hozir yotoq binosining sirt ishiga etilgan, tala bo'lsa sovuq edi. "Birinchidan, men sening rahbaring", dedi u menga ishib, texmo satlashgan qopqini suzib yelinib. "Ikkinchidan, eng muhimi, sen mening yaqin do'stim. Boshqalar seni majurining qatorida tanqid qilish kerak deyishdi. Lekin men seni qat'iy qo'g'didim. Men sening bilan faxrlanaman, adash. O'tgan ishni ko'nglingdan chiqarib et.
iqror qilaman, sana qora ko'ngillik qilgan yerim bor. Qanday qilaman? Seningdan burun men Güzelayga oshiq bo'lgan, qo'lga keltirolmasdan seni o'tirg'i ko'zir qilib tashlagan edim. Yanna qamlashmadi. Qizning sana ko'ngli tushib qoldi. Baxtli ekansan. Hozirchu rost gapni aytsam, men yaxshi niyatlik do'stingman. Qizni talashmayman. Sizlarga baxt tilayman. O'z qo'lim bilan to'yingni qilib qo'yaman. Uning ovozi titrmoqda, chiroyi tamdak tatirib, qalpoqlari ko'karmoqda edi. Uning qiyshiq ko'zlarida yosh paydo bo'lganini ko'rib qoldim-da, uning samimiy so'zlaridan ta'sirlanib kulimsiradim. U mening chiroyimga birla qaradi-da, qo'llarini ikki muramga tashlab, esa deb yig'lavatdi. Men uning ko'z yoshiga bardoshlik bera olmadim. Ko'nglimdagi nafratlarim u ko'z yoshi bilan yuvib tashladi. Üstünümdə 470 yuan pul bilan Güzelayni xeti turdu. Pul meni azoblamoqda. Bu pul o'z vaqtida meni Güzelaydan mahrum qilish uchun xizmat qilgan pul. Ya'ni bu pul o'z vaqtida bizdaklarning bo'sug'isiga yo'llatmaydigan, lekin bizdak yalang'ochlarning qon tari bilan bitgan hashamatlik boy qo'rusining puli. Shuning uchun u menga yerginishlik, lekin men mushu yerginishlik qog'oz dövisiga muhtojman. Mushu bir yerginishlik narsa bilan rohat, orom topalayman. Xotirjam qiynalmay o'g'nalayman. Muhimi Güzelayni xush qilalayman. Men azob bilan titirgan qo'llarimga Güzelayning xetini yana oldim. Xatdan xuddi uning nozik, yiqimli ovozi anglangandek, xuddi uning o'moq lablari ko'ringandek bo'ldi. Men xatning meni azoblagan qurlarini yana o'qidim. Yenim a'lo. Sizni qiynashni hargiz xohlamayman. Bilsangiz bu xatni ko'z yishim bilan yozyapman. G'ayrat qiling. Bir amal qilib menga yana 200 so'm avatib bering. Odila nimani setib olsa, mening shuni olg'im keladi. U tunigan 180 so'mga ajoyib chiroyli yoqut ko'zlik, jing oltindan yasalgan bir jup uzuk setib oldi. Men shunchalik bo'ynimni qisdimki, yig'idan yostiqni chiliq-chiliq yo'l qilib etibdiman. Kelgusida birlashib qarzlarni uzib o'tarmiz. Balkim dadammi pul avatib qola. Ajabmi ruhim tushdi-ku. Men Güzelayning ustalki suratiga qardim. Uning suratidan hozirla ko'z yoshi tamgandek qilib turadi. Majurindan pul so'raymi? Berdi. Lekin tarbiyami? Berdi. Yana bayqi nafratlik pulga qaradim. Oldimda o'ng'ayla yo'l turadi. Pochtaga solamanda seg'inishlarimni qo'shib turib Güzelayga xat yozaman. Uning chiroyli yuzlaridagi kulkidan paydo bo'lgan ziniqlarni ko'z oldimga keltirman. Bu mening uchun cheksiz xushallik. Demak, yerginishlik narsadan orom va xushallik topalayman. Vijdon azobichu uni unutishga bo'lmasmi? Qiynalsammi, azoblansammi, buni bir yerginishlik narsadan umid va xushallik izdamay. Burunqidakla osh, lekin umidvor bo'lib 3 oy vaqt o'tkazsam, Güzelay qaytib keladi. Lekin qaytib kelib menga dumsaysa, dim yetib yig'lasichu, men uning ko'z yoshini ko'rishni xohlamayman. Qarz bo'lgandiki nima bo'ladi? Venetsiya sodigiri. Shekspirning dramasi. Da shahzoda hijolatdan va nomusdan qutulish uchun o'z dushmanidan qarz oldi-ku, shunda qilib bir qarorga kela olmadim. Ertasi Güzelaydan telegramma topshirib oldim. Uningda telegramma qilib 200 so'm avating deyilgan edi. Endi ikkilanishning o'rni qolmadi. Üstəldəki pulni qo'lga elishqa, uning o'rnini bir necha kundan keyin to'ldirib, egisiga qaytarishga to'g'ri keldi. Kutilmaganda 3-oylik maoshim to'liq tegdi. Buxgalter kulib, qarzingiz tugadi. 5-6 kun burun til adabiyot fakultetining kotibi kelib, qarzingizni to'lvatdi dedi. Albatta, bu raqibning shafqati edi. Kunlar endi rohat va ko'ngilli o'tishga boshladi. Men xotirjam, ba'zida g'ingshib naqshma aytib qo'yman. Her kuni yerim kechagacha ish bilan bo'laman. 15 kundan keyin O'g'iznoma haqidagi ilmiy maqolam bitdi. Buni Lilavshi Xanzuchiga tarjima qilib chiqdi. Ishkirda chiqadigan tarix tadqiqoti jurnalida e'lon qilindi. Danjavshu meni rag'batlantirib, mana shunday bir necha maqolangizni orqa-orqadan e'lon qiling. Oltin yorug' bitdimi? Bitgan bo'lsa, Shovliga bering, tarjima qilg'ash tursin. Keyin mushu maqollalaringiz Uyg'ur adabiyot tarixining asosi bo'lib qoldi. Farzingizcha qancha parcha maqola yozmoqchisiz dedi. 83 parcha maqola yozganda, hozir biz bildigan asosiy asarlar ustida dastlabki mulohaza yurgizilib bo'lgan bo'ladi. Yaxshi, Chag'atay tildan qiynalmaysiz. Ruscha materiallardan qiynalsiz shu.
bu tarafini bana koyup bering, qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Yordamimiz nimasi? Denjao shu. Biz bu 83 parcha maqolni birlashib ishlaymiz. Shavli uchimizning nomida ishlayli. Amaliyotim shundaq-ku? Yo'q, qalam sizning. Uning ustiga nurg'un ilmiy ko'z qarashlar o'zingizning. Nada mening bo'lsin, dedim biroz gapimni aytib. Bu ko'z qarashlar bizning kollektiv muzokaratimizdan kelib chiqqan. Yordam yo'lda bo'lsin. Meni bundaq cho'ng ishlarga birdil ega qilib-atsanglar, menga ziyonliq-ku. Qani keyin ko'ramiz. Demak, hozir men hamma jihatdan xotirjam. Ilmiy tadqiqot, o'rganish ishlarim yaxshi ketyotidi. Güzelaydın vaqti-vaqtida yolqulluq salam kelib turadi. Raqib yatqiga ko'chirib opara olmadi, lekin meni har kuni yaxshi yemekliklar bilan ta'minlab turyotidi. Bir chetdan to'yning tayyorligini qilyapman. Maoshim va qalam haqqimni qo'shib, atrang sarjidan mana 5,5 metr setib oldim. Demak, ikkimizning to'yliq kiyimimiz bitdi degan so'z. O'zim xo'shal, go'zallay ko'rsa, texim xo'shal bo'ldi. Men baxtli bo'lmay, kim baxtli bo'lsin? Lekin xo'shallikning soyasi xapiliq, baxtning agashkuchisi palokat ekan. Xo'shalliqim uzunga bormadi. Xiyol osmonda yana bir qora bulutlar paydo bo'ldi. Bir kuni til adabiyot fakulteti ishxonasiga chaqirtildim. Bosh yachikining muavin shujisi yangidan harbiydan kasb almashtirgan yosh yigit edi. U kumush tishini paqirtib kulib, ikki qo'li bilan qo'limni chinqisdi. Ondan istakanda qaynoq suv, keyin tamaki tutdi. Saranga o'tini burnimga akilib turib, "Lav ey, bu yerga ancha kelmaysiz-ku", dedi. "Aldirashman", dedim tamakasini pölib etib. U birdan meni maqtadi. Mening turmushimni, xizmatimni so'radi. Hatto yeshim, go'zal ayning chiroyi, qanchalik pul yiqqanligim, boshqa urug' tuqqanlarim, ular bilan iqtisodiy munosabatim qandaqligi to'g'risida uzoq so'radi. Men zerikishga boshladim. U oxiri o'ng'aysizlandi-da, asosiy gapni yiroqdan aytib boshladi. Jungoga qarshi xalqaro umumxo'r ishki dushmanlarning quturishi. G'arbiy Shimol Millatlar institutida o'ngchil Jihujuyining yildizi cho'nqurligi, shu mollarning odamlari anza oqtirish uchun harakat qilayotganligi, Xishuji boshchiligidagi partkomning sezgurlik bilan bu qor qo'yinni bayqaganligi qatorliqlarni hayajon bilan so'zlab ketdi. Keyin tamakisining kulni qiqib qo'yib, menga bir qarab oldi-da, gapni majurim bilan shujining ustiga yo'tkadi. Ularni pash qilish kerak. Bo'libmi ular sizni qanday qilib mutaxassislashish yo'liga boshlaganligi, shujinchilik mayslarni yetishtirishda sizning ustingizda qanday sinoqlarni qilganligi, shuji kechsi yotqingizga kirib, feodal shoirlarni qanday huzurlanib maqtaganligi, majurin sizni nimalarni o'rganishga undaganligi, qisqasi ular nimalarni qilib, nimalarni deganligini yezib chiqing. Rost gapni aytsak, biz sizni qutqizib oldik. Bo'lmasa xatarlik yo'lga mangandingiz. Men hayronman. Xatarlik yo'l degani nimasi? Bejingga berib o'qiganimmi yoki adabiyot o'rganganimmi? Ular nimadan qutqizdi? Yanla burunqidek o'rganyapman. Yanla koni yo'limda mengayapman-ku. Oldimda o'ltirgan mono qizg'in yigitga ochiq qilishning hojati yo'q. Uning bilan munozirlashishning texmi o'rni yo'q. Ochiqni yutish kerak. Bundaq gaplarni bo'sog'idan chiqibla unutish kerak. Gap talashib, avarchilik tepib o'tishning hojati nima? Men indamay jim o'tirdim. U oxiri taqasizlanib, "Bo'ladi, o'ylaning. Ati kashqurun men yotqinizga material olg'ili borman", dedi. Men talaga chiqdimda birdilla ruhsizlandim. Xuddi bekordan haqorat qilgandek, anglagandek yoki qimmatli narsamni o'g'riltib qo'ygandek ko'nglim g'ash, o'zim beyaram bo'ldim. To'satilla majurni ko'rgim keldi-da, uning uyiga mangdim. "Yaxshi kapsan, kelmas bo'lib ketding. Raqib og'ining yaxshi qarawatamdi. Bizning uydagilar uni kunda sana tamoq to'shuydi deydi-ku. Bo'pti, yaxshi o'tgan. Umi bir yosh. Burniga tex suv kirmagan. Unimi Shinjongdan men akelgan. Partiyagami men tunishtirgan. Yaxshi o'sdi. Xizmat qobiliyatimi yomon emas. Sal oldirang'iroq tuzilib ketadi. Suyuq ishimni seg'indimi?" dedi majurining onasi yumshoq olqini bilan qo'limni silab. "Voy, toza urug'lidi sen shu. Toza chiroyli qiz topdi-ku, to'y qil, balangni o'zim beqib berdi shu." Majurim bilan paranglashib o'ltirib, lag'man yevitibmi,
Romkadan içishib, maktabdagi ahvollar to'g'risida bilganlarimni so'zlashib etibmi, men hamon azoblanib o'ldirdim. Bu oq ko'ngil qizg'in odamning ustidan material berishga meni majbur qilganlik uchun heliqi kumush tishliq yigitga g'azablanib, yildan yilga tortdim. Nima, bir ko'ngilsizlikka uchradingmi yoki senimi uchuqladimi? Dedi Majurun ko'zimga qarab. Biroq qiyinchilikqa yo'liqdingmi ya? Lektor bo'lding. Yana 2-3 yilda Fujavshu 40 yoshga kirmay turib javshu bo'lsan. Meningcha osonliq millatlarga ilm-fan xodimlari, bo'libmi yuqori darajalik ilm-fan xodimlari nihoyat zarur. Millatlar instituti hozirgacha siyosiy, ma'muriy kadrlarni tarbiyalab keldi. Endi nishonni burash kerak. Ilm-fan xodimlarini yetishtirishni asos qilish kerak. Davrmi o'zgardi-ku. Ilm-fan xodimlari har qaysi tarmoqlarga rahbarlik qilsa, zamonaviylashish tez bo'lmamdi? Bu shujining ko'z qarashi. Men bu ko'z qarashni oxirigacha qo'llayman. Lekin men Majurunga heliqi muavin shujining topshirmasi to'g'risida hech nima demadim. Atsi kumush tishliq yigit yotqimga kirdi. Men uningga yozolmadim deb qisqacha javob berdim. Qachon yozsiz bilmayman. Siz ittifoq a'zosi, partiyaga kirishni iltimos qilgan. Bizning partiyaga qabul qilish obyektimiz siz. Partiyaning navbatdagi jangovar vazifalaridan bosh tortmang. Amaliy kurashga ko'proq qatnashing. Mening o'rganishim, tadqiqot bilan shug'ullanishim sizcha kurash emasmi? Men uning besim ishlatishiga chidamay shundoq dedim. U o'ngib, tamakisini oldirab tutashtirdi-da, avval qizillashish, ondan mutaxassislashish kerak-ku. Siz bo'lsangiz, texnikchilik qizillashish yo'liga sal qarayotsiz. Sizning asosiy yetarsizligingiz mana shu jihatda, dedi. Boshqalarning ustidan material berishning qizillashish bilan qanchalik munosabati bor? Albatta munosabati cho'ng, dedi u qiziqishib. Partiyaga kirmoqchi bo'lgan odam oldi bilan jangovar bo'lishi lozim. Bilamsiz, bu bir miltiqsiz kurash. Material yozganingiz, o'q otganingiz. Men bundaq o'qni etishdan bosh tortaman. Murti kelganda biri komanda bermisimi, o'zim o'q otalayman. U menga o'ngib tatirib qaradi-da, ulug' kichik tinib qo'yib birdilla hayvi qilishga o'tdi. Undaq bo'lsa, yoshlar ittifoqining turmush yig'inida oshkora so'zlashayli. O'qiydiganingiz koni kitob, o'ylaydiganingiz nom shuhrat, himoya qilayotganingiz o'ngchilchi hujuyi. Unutmang, yo'ldosh, siz bo'lmasangizmi, Jungo inqilobi yerim yo'lda to'xtab qolmaydi. Kommunistik partiya o'z dushmanlarini yengiveradi. Dushmanlar Jungoga qarshi, kommunizmga qarshi umumiy xor uyushtiryotdi. Siz bo'lsangiz, o'zingizmi sezmagan holda bu xorga moslashmoqchi. Mening endi taqdim tugidi. O'rnimdan turdim-da, uningga ishikni ko'rsatdim. Yozmayman dedim, gap tugidi. Sizning tarbiyangizga hojitim tushgani yo'q. Men o'z yo'limni tepib mang'alayman. Foyda ziyniga o'zim mas'ul. U texmi tatardi. Ochiq kulib qo'yib, kayniga burildi. Qanchalik petishni xohlasangiz petavering, ammo sizning hamon patqoqdan biz tortib chiqamiz, dedi va eshikni yepib chiqib ketdi. Kashqurun men raqibning yotqiga kirdim, bordim va uningdan men rostla patqoqqa petyapmanmi deb so'radim. U kulib ketdi-da, parvoz qopig'ini suzib turib, "Lavgov bilan bo'lgan talishishga xafa bo'lyapsan?" Angladim. Men uni tanqid qildim. U qo'shimcha ittifoq bosh yacheykining shujisi emasmi? Sana sal qattiqroq talab qo'ygan o'xshaydi. Xafa bo'lma, material yozmasang mayli emasmi? Ha deb yolg'on yovdaq bo'lsa-mu, bilimlarni yezib bergan bo'lsang yaxshi bo'pti-kan. Ixtiyoring. Men uning aytib qo'yay, seni to'liq qistamasin, dedi. Lekin men kumush tishliq yigitdan o'ng'ayliqcha qutula olmadim. Yoshlar ittifoqi yig'inida menga ochiq gaplar bilan hujum qilguvchilar bo'ldi. Men oxiri yoshlar ittifoqi yig'inlariga bormaydigan bo'lib oldim. Mening tinish, xotirjam turmushimga bir xil yoshirin vahima hujum qilmoqda. Men xuddi usuq suv kirgan omuxandek o'zimga panoh joy izlamoqdaman. Raqib har qitim hol etsam, xotirjam bo'ldi, men aytib qo'yay, ular seni to'liq tutmasin deb qo'yatdi. Lekin kumush tishliq yosh shuji mening bilan aytishni baldoq kuchaytmoqda. U endi meni ko'rsa qapoq turib o'tadigan. Gap qilsimi, burunqidek hejaymaydigan bo'lib oldi. U bir kuni meni chaqirdi-da, qisqil qilib, "Sen o'zingning vaziyat to'g'risidagi ko'z qarashingni, yaqinqi kunlardagi ideya ahvolingni yezib chiq", dedi. Men uningga
Yezib chiqolmayman dedim. Nemishqa? Xohlamayman. Undaq bo'lsa, Yoshlar ittifoqidan chiqarilsan, dedi keskin qilib. Chekinishga iltimos yoz. Bo'ludi. Raqib buni anglab yanala. Men uningga aytib qo'yay. Chiqaman deb iltimos yozma. Sening to'g'rangda uning bilan bir necha qitim aytishib qoldim. Hech yo'chiga aytmasak bo'lmadi uni, dedi-da yana jimib ketdi. Ba'zi kunlari balkim xato qilayotgan yerim bor o'xshaydi deb o'ylanibmi ko'rdim. Lekin xatolik deb to'niganlarim arzimagan bir narsalar bo'lib chiqdi. Bir kuni Majurunga bu ahvolni qisqacha qilib aytdim. Majurun kulib qo'yib, "Oddiy o'ylaysan-da, biri sening ustingdan material yozgan bo'lishi, shu materialda balkim qo'lga chiqqudek bir narsa yozilgan bo'lishi mumkin. Buni raqib biladi. Seni o'tirg'a chiqishning bahonasini izlab qilinayotgan ishlar bu. Raqibning hammadan xabar bor. Raqibsiz heliqi gav degan narsa sana qandaq chiqila olaydi", dedi. Men shundan keyin raqibning uyiga kam boradigan va uning bilan kam so'zlashadigan bo'ldim. Men bo'lg'usi ko'ngilsizlikka obdan tayyorlanib qo'ydim. Biroq 470 so'm pul bilan uningga yipsiz bog'langan bo'lsam, nagimi qochalaydim? U bir kuni yotqimga g'azab bilan kirib keldi-da, "Nega yo'qolding? Avoq, uqdingmi? Butun o'quvchilarni uy-uylarga qaytarish qaror qilindi. Yarim yillik tomoq puli, yo'l xarajati qo'lga berilgan bo'ldi. Hozir poyezd stansiyasini Shinjonglik o'quvchilar besib oldi. Shinjongga menayotgan odam xuddi to'lqinliq daryo. Qanday qilsan? Shinjongga mangamsan yoki Go'zalayni kutamsan?" "Kutaman." "Hem, undaq bo'lsa men ketmayman. Burunqi plan bo'yicha 5-oyda to'yingni qilamiz. To'yimni qilamsizlar yoki meni kurash qilamsizlar?" Men uning ko'zlariga qaradim. U bo'zirib qizardi-da, hamma haq qo'rsoq yemida, butun xizmat to'xtaldi. Doktorxona jigar kesili bilan ishchiq kesiliga to'ldi. Seni kurash qilishga kimning cho'lisi? Heliqi kumush tishliq o'rin bosaringchi? O'likini bo'ri yesin uning, dedi raqib qo'lni shiltib. 20 kishilik ovchilar guruhi tashkil qilindi. U Marganni shu guruhiga qaytib cho'lga qolun, orqar ovlashga vatdiq. Tuniga yo'lga chiqdi. Kim biladi, o'lik qumning ostida qolamdi texi. Ocharchilik shu sababdan kelib chiqqan jiddiylik meni vahimadan qutqizib oldi. Men o'z ishimga kirishdim. May oylarini taqozolik bilan kutdim.